4,5 milyondan koyduk. 4,5 milyondan? Kvadratı. Kvadratı. Bitta turtdang. Tayyor. Yine en qiziq yeri Ava. gaz, suv, svet ichana girib turibdi. Ava. Kadastri chiqib turibdi, uchorchiklari qo'yilgan. Yana. To'lov usullari necha bo'ladi? Sanatbek. Hozir uni ham tushuntiraman. Kadastrlari tayyor. Kadastr 2024-yili chiqqan. Xolos elektron variantlarini sizga turganingizdek 630 kilogramli 8 odamni ko'taradigan lift bo'ladi. Hozir 4-etajga chiqamiz. Balkoni bor, orqa tarafga qaragan. 12 odamlik stul qo'yib turib, qiziq yeri ko'cha -4 bo'lib turibdi hozir. Sovuqadi. Bu yerda отопление yapmagan lekin issiq. Chunki etajini fark etmeydi narxlar. Hammasini 4,5 dan olib biladi. Ben 91 milyon to'lab bilinma, hali ichine girib remont etaman desa, 34 milyon 500 ming so'm to'lab odini o'tiradi. 34 milyon 500 ming so'm bilan yana. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, YouTube ishqibozlar bormizda, bu jonlimizda yana men sizlar bilan Xudo shukr. Bugun ham bir foydali, o'zlaringizga kerakli, manfaatli videolardan birini qilamiz. Obunachilar, bugungi manzilimiz Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani markazida obunachilar. Shu yerda tayyor uylar bor ekan, hozir Sanatbek tushuntirib beradi. Bu yangiliklarni do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Bu aksiyadan foydalanib qolinglar. 27-dekabrda aksiya bo'ladi ekan. Shu uylar skidka narxda, Xudo xolasa hozir to'liq ma'lumotni olamiz. Bu videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bir like'larni bosib qo'yinglar. Uy niyatlab yurgan bo'lsangizlar bemalol olaverasiz. Sanatbek hozir tushuntirib beradi. O'zi ham shu yerda Xudo xolasa do'kon ham bor ekan, bir tadbirkorlar uchun zo'r mesdadan obunachilar. Sizlardan Xudo xolasa like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab, do'stlarga jo'natib mashinamiz endi uy olasizda, Xudo xolasa. Biz yangilikdan charchamiz, bizning kanalga Xudo xolasa faqat shunday foydali videolar chiqib boraveradi. Bugungi obunachilarga Xudo xolasa Sanatbek hamma narsani tushuntirib beradi. Assalomu alaykum, Xudo shukr, yaxshimisiz? Yaxshimi? Sog'lik yaxshimi? Bize yangi yil uchun Voha Residence qurilish kompaniyasi zo'r taklif beryapmiz. Ya'ni kvadrati 5-5,5 dan sotilgan xonadonlarni aynan Qo'shko'pirli mijozlarimiz uchun 4,5 milyondan qo'ydik. 4,5 milyondan? Kvadrati. Bitta turtdang. Tayyor. Yana eng qiziq yeri gaz, suv, svet ichana girib turibdi. Kadastri chiqib turibdi, uchorchiklari qo'yilgan. Yana. To'lov usullari necha bo'ladi? Sanatbek. Hozir uni ham tushuntiraman. Kadastrlari tayyor. Kadastr 2024-yili chiqqan. Xolos elektron variantlarini sizga tashlab beraman, ekrandan qo'yib o'tasiz. Elektron variantlar ham bor hujjatlar. Endi kelib ko'rgani yaxshi-ku o'zi. Kelib ko'rgani yaxshi. Endi bundan ham eng zo'r yeri kvadratini arzonlatib qo'ydik, lekin ko'pchilik masalan 100% to'lov to'lab bilmaydi. Bizada zo'r takliflar bor, ya'ni xolasa 100% to'lov olsa, xolasa ipoteka. Ipotekaning 2 xil varianti bor. Ya'ni 25% ni to'lasa, u 7,5 dan chiqadi. Misol uchun eng kichik kvadratli, mana 364 million bo'ladigan bo'lsa, shuni 25% 91 million. 91 millionni to'lasa, ipoteka krediti chiqadi. 91 millionni to'lasa, notarius ustidan odini o'tadi. Odini o'tadi. 91 million bilan joyli bo'ladi. Yana bundan ham zo'r taklifi bor. Agar men 91 million to'lab bilinma, hali uni ichine girib remont etishim kerak, deydigan bo'lsa, 34 milyon 500 ming so'm to'laydi, notarius ustida odini o'tadi. Odini o'tadi joying? 34 million. 34 million bilan. Manzilni tushuntirib o'tali. Mesta zo'r mesta. Bonimiz Urganchdan Qo'shko'pir avtosavoddan o'tganingizda Iqbol klinika shundan o'tib kelasizlar. Yangi dom. Bonimiz Qo'shko'pir. Yonimizda MIPA MIPA yonida. MIPA yonida hokimiyat. Hokimiyat. Hamma narsa yonida, maktab, hamma narsa yaqin. Xudo xolasa uylarni ko'rsatib o'tamiz. Ketdik. Parkovkalari. Hamma narsa boyina. O'zlarimiz ham parkovkalar. Hozir ichida kvartiralarni tushuntirib o'tamiz. Bu yerda do'konchalar ham bor, sotib. Bir dana do'kon bor. Bir dana do'kon bor. Biznes etaman desangizda uni dokumentlarini to'g'rilab beradilar. Xudo xolasa bolalar maydonchasi, mashin qo'yaman desangizda parkovkalari, hammasi eng asosiy quruvchi bir yerda to'g'ri ishlatgan konditsioner hamma xonadonda bor qo'yiladigan ajoyib. Konditsioner uchun postavkalar va joylar ochib ketilgan. Ya'ni ertangi bir kun mijozlar kelib konditsioner o'rnataman desa, joyning fasadi buzilmaydi. Har yerdan do'shmaydilar. Bir spesialni bir qatorda qo'yiladi. Konditsionerlar. Liftlar ham bor, ko'rishingiz mumkin. 6 etajli dom bo'ladi. 6 etajli ham meri mustahkam ishlangan, Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Liftlar hammasi ishlatiladi. Zamonaviy lift Xudo xolasa. Lift ichida qo'shib ketib turadi, ko'rib turganingizdek 630 kilogramli 8 odamni ko'taradigan lift bo'ladi. Hozir 4-etajga chiqamiz. Domdan necha bo'ladi? Teng?
Yana Xudo shukr, ko'rib turganingizdek, podezga kirganingizdan keyin datchik движения ishida podez yorug' bo'ladi. Yorug'. Bir podezda yana 5 dona qo'shni bo'ladi. 5 dona qo'shni. Hozir yana bizda bo'sh kvartiramiz. Ava. Xo'sh. 5-etaj. 26-kvartirani. Sifatli eshiklardan qo'yilgan. Eshiklari yana sifatli. Ko'rishingiz mumkin. Shunga aytilgan sifatli eshik. Ta'mirlash. Giraverishimiz yana koridor. Ava. Keng tushgan hamma xonadonlar Zal bor. ko'rib turganingizdek, zal ava. Bemalol yana bana balkon bor ekan, balkoni bor, orqa tarafga qaragan. 12 odamlik stul qo'yib turib, zalga ko'raverasizlar berayna, xudo xolosa. Nasibasi. Mana bunda Iqbol Shifayna klinikasi. Bunda yonboshimiz Mipina. Ko'rib turganingizdek, pastda yana xo'shlaydi bolalar maydonchasi, parkovkalar hammasi saqlangan. Hammasi boyna. Xudo xolosa, kelaverasizlar. Necha kvadrat shu kvartiramiz? Sanatbek, buni kvadrati 81 metr kvadrat. Koridorlar ham keng ekan. Ava. Balandligi ham yaxshi ulan. Qarang, eng sizga qiziq yerini aytaman. Eng qiziq yeri ko'cha -4 bo'lib turibdi hozir. Sovuqadi. Bu yerda отопление yopmagan lekin issiq. Chunki dom утепление bo'lgan. Ham eng sifatli Navoiyni gazobloklari ishlatilgan. Navoiyni gazobloklari. Navoiyni kava. Yana. Xudo xolosa, bo'mina umuman o'tmaydi. Mahkam kelaya terilgan. Görüşlerinin plitalar. Bunu issiqlikka nechik oladi? Nechap qizadi dedi inson. Issiqlikka yana gaz kelib turibdi. O'zlari ichandan kotelni yatadilar. O'zlari ichandan gaz kelib turibdi, yana o'chirchiqlar qo'yilgan, suv kelib turibdi. Tok kelib turibdi. Hammasi o'zlari kotelkadan o'zlari qilaveradi. Отопление havo. Yana zo'r tarafini aytaman. Galing hali. Yana hem vodoprovod kirib turibdi, hem skvajnik kirib turibdi. Vodoprovodda suv kaminkasi skvajina oladi. Mana kanalizatsiya trubalari ham o'tgan, bani tualet bor. Kanalizatsiya ham, dimoxodlar trubalari ham hammasi kirib turibdi. Beray. Hava. Kurina remont etasizlar, xudo xolosa. Bemalol nataverasiz. 34 million bilan uyli bo'lasizlar, xudo xolosa. 34 million 500 ming so'm eng minimal, eng kichik kvadratli xonadon uchun bo'ladi o'to'la. Bu necha kvadrat bu? Bu 82. 81, 82. Yana. Har xili. O'zi 3 xil variantda bor, tushuntiradigan bo'lsam, 82 metr kvadratli, 80 metr kvadratli, 90 va 55 metr kvadratli xonadonlar bor. Hozir biz 5-etajda o'qimiz. Endi 6 ga chiqamiz. 4 dan bor, 5 dan bor, 6 dan bor. Birinchi, ikkinchi etajdan kvartiralar bor. Undan faqat bir dona qolgan. Bu lekin aksiyada emas. Aksiyada 4, 5, 6-etajlar. Aksiyada 6-etajga chiqib beramiz. Datchik движения. Bu yerda yana 32-34 kvartiralarimiz. 32, ana orayanda 34 kvartiralar. Keladigan bo'lsangiz, bu yo'l tarafga qarag'ayna. Yo'lga qarang. 6-etajda. Bu yer issiq. Отопление yopmagan lekin eng qiziq yeri. Ya'ni issiq bu yer. Утепление bo'lgan dom. Yana xudo xolosa bo'lsa, yo'lga qarag'an. Bu 81 metr kvadrat. 81 metr, ay? Ava. Yana. Balkonlar ham keng tushgan, ko'rganingiz. Ko'rib o'tiraverasizlar, xudo xolosa, yana obunachilar. Bana yana maktab ham yoqin, boshqasi ham yoqin, avtosavdo, mashina olaman desangiz, ber avtosavdo ham ber. O'zi yonboshimiz MIPda o'tganimizdan keyin davlat maktabi bor, keyin xususiy maktab bor, ana keyin hokimiyat bor. Hokimiyat, ay? Ava. Xudo xolosa, Berina mehmonxonasi. Bana o'tadigan bo'lsa, sena oshxona. Oshxona. Beramina. Har birisini, har bir xonadon o'chirchi gaz, suv, svet hammasi kelib turibdi. Yana bu yotoqxonasi yana. Yotoqxonasi. Hozir gaz bermaydi debdi. O'sha vaqtda o'tgandan bay. Bu 23 ta qurilish boshlangan axir. 23 ta. 24 ta topshirilgan foydalanishga kadastri chiqqan. Men bir yerni ahamiyat etdim. Bu koridori keng ekan. Koridor ham keng tushgan. Yana. Hazzati bashidi. Berina obunachilar ko'ringlar, hamma kelib turibdi. Skvajni, vodoprovod, suv, svet, gaz, dimoxodniki hammasi kelib turibdi. Bani tualet ham keng yana. Bemalol tomosha qilaverasizlar. Yana. Keng tushgan. Bunda yana skvajni, vodoprovod. Vodoprovod. Bu dimoxodniki. Bu dimoxod yana, emonda dimoxod. Bu kanalizatsiya. Kanalizatsiya. Har bir xonadon uchun отдельный dimoxod tushgan. Отдельный, yana. Havo tozalanishi zo'r ekan. Bular necha so'mdan chiqadi endi? 4,5 million. 4,5 million bu. 81 metr kvadrat bo'ladi. Havo kvadrat yana. Mana hozir ishi ko'rib turgan xonadonni
eng minimal yo'q, men pulim yo'q, alg'amdan keyin yana bir remont etishim kerak. 50-60 milyon yumrak kopmagan desa, masalan 34 milyon 500 ming so'mni to'laydi. Notarius üstünde adını ötedi. Ana kalan pulunu remont etip beraveradi. Remont etib, keyin. Bize yana bir remont etken mijozimizdan so'radi. 50 milyon bilan shikarniy zo'r etib remont etib ko'tdi ekan. Pes kafel, aboy, qo'shar lustra, natijnoy dim zo'r chiqqan. 50 milyon bilan. 50 milyon bilan. Yana. O'zi yana usta plan bor uning ichida. Agar o'zi remont etadigan bo'lsa, 20-25 milyon bilan zo'r etib remont etsa. 20-25 milyon bilan taxlislar bo'lasizlar. Xudo xolasa, yana kapolar ham shunchalik mustahkam kapolar. Ko'rishingiz mumkin. Yana chiqdi hammasi ishlab turibdi. Yana 4,5 milyondan ketdi beyda. Bu yana beydan nechasi borning 6-etajda? 6-etajda hozir aytaman 32-xonadan, 34-xonadan, 35-xonadan bor. Hammasi bir plana, ha? Kvadrati yo'q, har xili. 81 metr kvadrat, 55 metr kvadrat. Bu katta variant, 3 xonali. 3 xonali bor. Orqa tarafga qaragan va. Yana orqa tarafga qaragan ko'rishingiz mumkin. Bu keng ekan bu. 90-55 bu. Mizoli ularkan axina. Bu yotoqxona. Keling. Ini bu детский yotoqxona. Ini bu esa mehmonxona. Ini keladigan bo'lsak, ini qopsam yarma kapı varianti mo'ljallangan, keng etib tashlangan. Ini bu esa oshxonasi. Oshxonasi, ha? Imanda yana uchurchiklar hammasi yirib turibdi. Dokument hammasi tayyor. Elektronik odamlar o'tib ketaveradi. Boshda ko'rganlaringiz ekranda chiqarib o'tadi, xudo shukr. Elektronik variantini qo'yib o'tadilar. Bo'ldi. Yana yeng koridorlari mustahkam solingan, eng asosiy ahamiyatni quruvchi sifatli ham takiz. Takiz, ha? Bu devorlar tap-takiz o'rilgan, oddiy rotmodni urasizlar, chiqib turaveradi. Shpakulovka etib, yana shpakulovka etasizlar, bir qator rotmod chekib, yana tayyorxonadan. Natijada fotologni urib berasizlar. Issiq ekanlarga 6-etajdan. Issiq bor. Koridorina salgan, ichine girsangiz issiq kiradi. Ichine issiq. Xudo xolasa, yana kelaverasizlar. Bizada 4-chi, 5-chi, 6-chi etajda aksiyadagi xonadonlarimiz bor. Beda etajini farq etmaydi narxlar. Hammasini 4,5 dan olib biladi. 4,5 ming. 4,5 million. Lekin 27-chi dekabrgacha bular 5,5 dan sotilgan. Endi pulini qiziq yerga keladigan bo'lsa, xolasa nalichiyasini 4,5 milliondan kvadratni hisoblab, xolasa ipotekasini. Ya'ni aytganimdek, ipoteka 2 xil variant bor, yana tushuntiraman. Masalan, eng arzon kvartiramiz 364 milyon 500 ming so'm bo'lsa, aksiyadagi bahosi 25% 91 milyon bo'ladi. 91 milyon bilan 17,5% ipotekaga chiqadi. Agar yo'q, men 91 milyon to'lab bilinma, hali ichine girib remont etaman desa, 34 milyon 500 ming so'm to'lab odini o'tiradi. 34 milyon 500 ming so'm bilan yana. Shunday zo'r taklifimiz bor. Lekin ulgurib qolish uchun 27-dekabrgacha ulgurib ofisga kelib, ma'lumotlarni to'liq olib amallashtirish kerak. Bir kunning ichida xudo xolasa bitirib berishga harakat etamiz. O'zlarimiz hujjatlar ustida ishlaymiz, yordam beramiz, odini o'tirib beramiz sirasi. Svet, gaz, suv, sveti girib turgan tayyor xonadonni oladilar. Qildiramiz, bemalol bog'lanib, ofisimizga kelib, uylarni ko'rib, sotib olishlari mumkin. 27-sinacha lekin ulgurishlari kerak. Bu narsalar bemalol kelaverasizlar. Asa Sanatbek, ishlar omad. Biz yangilikdan charchamiz. Sizni nomingizdan kelsalar, xudo xolasa o'zlarimiz zo'r dokumentlardan ham yordam beramiz. Aytib kelsalar bo'ldi. Xudo xolasa.